Mashhur usulingizni bizga ham o'rgatingchi. Nima bu? Bo'ldi aka. Aka ko'rib olingchi nimani? Aka bizga mana Shunaqa arzon usulda non boqishar ekan, hozir ko'rishim mumkin. Buni aka o'zingiz tayyorlaysiz-a? o'zim tayyorlayman. Nima bor tarkibida? Aka 2 tonna suv. Ha, 2 tonna suv. 2 tonnali idish, 2 tonna suv. Aha. Ikkinchi sort un, seriya undan 2 qop solamanda 10 kilo tuz solaman. Ha. 3 kun to'xtataman. Bo'ldi, aralashtirib moldiga qo'yib beraveraman. Mana shu holatda berasiz. Foyda qanaqa bo'lyapti? Foyda zo'r, mana ko'rib turibsiz. Qirg'iziston boqishadi. O'zi mana yeb bo'pti. Anaqa qo'yapti. Yeb, yalab qo'yadi. Yeb. Mashalloh, mashalloh. Akalar, to'liq videosini Baraka bozor YouTube'ga joyladik. O'tib ko'ringlar, bu retseptni hamma narsani o'rgatishdi. Batala aslini bizga aytingchi, bu qoladi tez semirayotgan siznikida. Atalan tarkibi shu oqshoq, ko'rim, kunjara, bug'doy yorma. Shu bo'ldi. 2 mahalliydami shuni? Ha, Makka yorma bor. Shuni o'vaslanish, atalanish katta bo'lgan. Necha puldan olgansiz o'shanda? Ularni 9 million 700 ming olganmiz noyabr oyida o'tgan yili.